Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Qaranglar, navbatdagi zakazim bitdi. Kech bo'lsa ham sizlarga obzor qilib bergim keldi. Mana ikkita shkatulka zakaz qilgandilar. Bitta klientimiz kattaroq bo'lsin degandilar. Mana ichlari keng, bemalol ancha narsa ketadi. Ko'rib turganinglardek. Eng asosiysi yopilganda hech qanaqa razniца qilmaydi. Mana qo'yib yuborganda o'zini formasini zo'r ushlab beradi. Undan tashqari oyoqchalik qilganman. 4 ta oyoqchamiz ham bor. Bemalol ichiga ancha-muncha narsalar solsanglar bo'ladi. Oyijonlarga sovg'a qilsanglar, tasbehlarini, kerak barcha narsalarni solib qo'ysalar bo'ladi. Bunda ko'targanda o'zini formasini zo'r ushlab beradi. Ichlari keng, mana bemalol ancha-muncha narsalar ketadi. Va mana oyoqchalari. Shkatulkadan ikkita zakaz qilgandilar. Endi xudo xolisa mana bu rangdan to'qiymiz. Yashil rangdan. Bitta yashil bo'lsin, bitta qora bo'lsin degandilar. Qoralari bitta, yangi yilgacha bitirib bering degdilar. To'g'risini aytsam, ulgurmasam kerak deb o'yladim. Harakat qilsa hamma narsa qilsa bo'ladi. Mana qaranglar qizlar, qanaqa chiroyli chiqdi. Kattagina ancha-muncha narsalar ketadi. Mana ikkita joyini bandini ushlaydigan qildim. Chetlari va eng asosiysi yopilganda hech qanaqa raznicasiz qopqonlari chiroyli bo'lib yopiladi. Mana ko'rib turganingizdek, yarim kechasi bo'lsa ham sizlarga maqtangim keldi. Qaranglar qizlar, rosa chiroyli chiqdim. Mana mam ranglari ham rosa chiroyli yashildan, xudo xolisa. Xuddi shunaqadan yana bitta to'qiyman. Ertaga to'qishni boshlasam, xudo xolisa bir kunlarda, bir yarim kunlarda bitirib qolsam kerak.